Leksimiz davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün Çislak 2025 yıl 2. ayının 28. gün hepteki cüme vatandaş. Endisiyle gelkizdiği leksiyemiz ve mavzu bununla dikkat kılısınız vatandaşım. Biz tünükün silah yetkizgen haberimizde Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat vakillar umiki bilan Rossiya Federatsiyasi suhbat vakillar umiga İstanbul'da şu haber dedim mi demedim ya bugün sözledim ben bunu anlatmıyorum lan deb. Vakillar umiga İstanbul'da suhbatga o'ltirdi degan edi. Bugün hem de bunu doğrudaki yazma haberini sizlarga yetkazamiz vatandaşlar. Mavzumunda Rossiya, Amerika diplomatlari xizmat darajasi suhbati o'tkazdi. İki tarafning qo'sh taraflik munosabatlarni qayta qo'zg'atish iqtidorini sinaydi. Mavzuli xabar 2. ayning 28. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika ve Rusya diplomatları Perşembe 2. ayının 27. günü Türkiye'nin çoğun şehri İstanbul'da suhbat o'tkazdi. İki tarafta turayotgan elchixonalar to'g'risidagi talash tortishlarni hal qilmoqchi bo'ldi. Bu iki tarafdan keng taraflik munosabatlarni qo'zg'atishdan ve Ukrayna urushini oyoqlashtirish tirishchanligini sinab chiqish yoki sinab bakmak deydi. Reuters xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi payshanba kuni o'tkazilgan suhbat, jumladan xodimlarni saqlash darajasi, viza qo'yib berish, diplomatik xususiyatlik banki mulozimati qatorliqlarni o'z ichiga oladi dedi suhbatning mazmuni. Ukrayna masalasi kun tartibida yo'q. Diqqat vatandaş, bu suhbat İstanbul'da o'tkazilgan suhbatda Ukrayna masalasi kun tartibida yo'q. Eshitdim kameramda. Ukrayna masalasi kun tartibida yo'q. Bu suhbatning quruluş karakterlik neticesine ait tez arada o'ttirg'i chiqdi. Yoki mesele hal bo'lgan bo'ladi, yoki hal bo'lmaydigan bo'ladi. Rossiya suhbatga haqiqiy samimiy qatnashamdi yo'q. Tez arada bilib olamiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi. Diqqat vatandaş. Bu suhbatning quruluş karakterlik neticesi nəhayət tez arada o'ttirg'i chiqdi. Yoki masala hal bo'lgan bo'ladi, yoki hal bo'lmaydigan bo'ladi. Demak, keskin degan gap vatandaş. Rossiya suhbatga haqiqiy samimiy qatnashamdi yo'q. Tez arada bilib olamiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi. Rossiya diplomatlar umiga mashinaga o'ltirib, Amerikaning İstanbul'da turishliq bosh konsulxonasi yoki maxfiy ishlar organiga kelib, suhbatga qatnashdi. Qanday vatandaş intayin sirliq, intayin dabdabalik juma suhbatga qatnashdi. Rossiya davlatlik televiziya stansiyasi xabar qilib, bundoq ko'rsatdi. Suhbat 5 saatdan 6 saatgacha davomlashadi. Xabarda bundoq ko'rsatildi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bundoq dedi. Suhbatning natijasi bizning shuncha tez, shuncha unumli harakat qo'llanishimizning kerakligini ko'rsatib berdi. Yani bir tekrarlayıcı vatandaş. Xabarda bundoq ko'rsatildi.
Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov mundaq dedi. Suhbatning natijasi bizning shuncha tez, shuncha unumli harakat qo'llanishimizning kerakligini ko'rsatib berdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. İki taraf diplomatlarının bu qatim suhbatda diqqat qiladigan nuqtalari intayin tar. Lekin bu suhbat oxiri butkul Rossiya Amerika munosabatining taraqqiyotiga ilgirlash elib keladi. Lekin bu suhbat oxiri butkul Rossiya Amerika munosabatining taraqqiyotiga ilgirlash elib keldi. Tekrarladım vatandaş. Kreml sarayı Rusya Amerika mutaxassisleri derecelik söhbet ötküzüş tayyorlik qilyapti deb ko'rsatdi. İstanbul'da söhbet ötküzüşten burun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 2 ayning 12 kuni telefon suhbati o'tkazgan edi. 6 kun o'tgandan keyin iki tarafning yuqori darajalik amaldorlari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marko Rubio, Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Saudiya Arabistonda yuqori darajaliklar suhbat o'tkazdi. Bu qatam İstanbul suhbatiga qatnashgan Amerika vakillar umiki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi yordamchi davlat ishlar kotibi Soneta Kolter yetakchiligida Rossiya vakillar umiki Rossiya tashqi ishlar ministrligi Shimoliy Amerika mahkamasining boshlig'i Aleksandr Darchev yetakchiligida suhbatga qatnashdi. Reuters'ning xabar qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump chorshanba kuni muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Rossiya kelgusida Ukraina bilan suhbat o'tkazganda territoriya bo'yicha yo'l qo'yishga majbur bo'ladi. Buning uchun Ukraina Kiyev bo'lsa, NATO a'zo bo'lib kirishni unutib ketishi lozim. Biz nayt yaxshi bir savdo qilyapmiz. Ular, ya'ni Ukraina imkoniyatning boricha ko'p ziminlarni qaytarib oladi. Bu prezident Donald Trump'ning bir abzas so'zi eng oxirgi siyosatdagi tansish, siyosatdagi taraqqiyot ilgarilash munosabatlik eng oxirgi bir abzas. Bu suhbat Rossiya Amerika suhbati İstanbul'da o'tkazilgan suhbat vatandaş. 2 ayning 27-kuni esingizda bo'lsin vaqt. Endilikda yana bir xabar anlaysiz vatandaş. Rossiya yuqori darajalik bexatarlik amaldori. Rossiya Federatsiyasi yuqori darajalik bexatarlik amaldori Jungo'ga ziyoratga keldi. Xi Jinping bilan ko'rishdi. Jungo Rossiya munosabatini buzib o'tkazib bo'lmaydi. Mavzuli xabar 2 ayning 28-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Mavzuga izohat. Rossiya Jungo munosabatini buzib o'tishga bo'lmaydi. Ba'zi Xitoy torbetlarda va Xitoy video filmlarida takrorlanayotgan so'z yildosh vatandosh. Buni bugun Amerika ovozining Xitoy til programmasi Xitoy muxbir ham shundoq ishiltibdi. Men buningga vaqtincha o'zimning beradigan bahoyim yoki mening bu to'g'rida ko'z qarashim Xitoy tiliga danxuachuli ajizlashtirib xabar qilish. Hozir shunchalik deb turaylik buni ajizlashtirib xabar qilish. Rossiya aloqador matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya yuqori darajalik bexatarlik amaldori Sergey Shoigu haftaning 5-kuni 2 ayning 28-kuni Beijingga yetib keldi.
Cungo'nun yukarı katlam rehberleri bilen görüşüdü. Mutaxassislar mundaq tahlil qildi. Rossiya Cungo münasebetini buzup etkili olmaydı. Temqoçuli acizlaştırıp bir taraf qilish. Lekin Amerika Rossiya bilen Cungo'nun hamkorlashish qatlamiga ta'sir ko'rsatadi. Takrorlayman vatandosh. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari Cungo bilan Rossiyaning hamkorlashish qatlamiga ta'sir ko'rsatadi. Rossiya TASS'i agentligi TASS'i xabar qilib bunda ko'rsatdi. Sergey Shoigu Cungo'ni faqat bir kunlik ziyorat qildi. Cungo'ning reis Xi Jinping bilan va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Xi Jinping yaqindilar. 2-ayning 24-kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashib, Rossiya tarafining Ukraina krizini bartaraf qilishga aktiv tirishchanlik ko'rsatganligini madiyatlagan edi. Rossiya Federatsiyasi agentligi TASS'i mundaq ko'rsatdi. Sergey Shoigu Cungo yuqori darajalik rahbarlik qatnami bilan ikki tarafning bexatarlik kapolati masalasini hamda xalqaro rayon xarakterlik masalalarni muhokama qildi. Siz diqqat qiladigan bu xabarning markaziy nuqtasi, markaziy ideyasi, takrorlayman, a'lo vatandosh. TASS'i Rossiya agentligi mundaq ko'rsatdi. Sergey Shoigu Cungo yuqori darajalik qatlami bilan ikki tarafning, yoki Rossiya Cungo tarafining bexatarlik kapolati masalasini hamda xalqaro rayon xarakterlik masalalarni muhokama qildi. Savol qo'yishi, dal mushu kunda Rossiya bilan Cungo o'rtasida bexatarlik kapolati beradigan bexatarlikka tahdid elib kelgan masala nima vatandosh? Bu savol sizga, bizga va hamma kishi intayin murakkab, intayin cho'nqur savol vatandosh. Diqqat qilinmaydi gapga hozir. Rossiyaning agentligi TASS'i mundaq ko'rsatdi. Sergey Shoigu Cungo yuqori rahbarlik qatlami bilan ikki tarafning bexatarlik kapolati masalasini hamda xalqaro rayon xarakterlik masalalarni muhokama qildi. Cungo'ning, Rossiyaning yuqori darajalik amaldori, bexatarlik bo'yicha amaldori Sergey Shoigu 28-kuni Beijingga kelibdi. 2-ayning 27-kuni Istanbulda o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi suhbati bilan nima aloqasi bor? Bormi yo'q? Aloqasi bormi yo'q? Shundaqla 2-ayning 18-kuni Saudiya Arabistonining Riyod shahrida o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya o'rtasidagi suhbat bilan aloqasi bormi yo'q? Masalan, shularni qo'shib kelganda bu suhbatlarning Cungo bilan nima aloqasi bor? Men bir jumla qo'shib qo'yay, ranjiman vatandosh, yoki boshqacha o'ylamam, to'g'ri o'ylanib, to'g'ri tushunim. 2-ayning 18-kuni Saudiya Arabistonda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi suhbati oxirlashgandan keyin matbuotga chiqqan xabarlar, bir jumla xabarni men sizga yetkazdim, esingizda bor vatandoshim. Shundaq deyildi. Jahon koni ramkalar oxirlashdi. Yalta sistemasi oxirlashdi deyilgan gap. Lekin shu xabar to'g'risida qayta Yalta sistemasi va oxirlashdi deganga qayta yozma shaklda bir xabar kelmadi. Men to'xtab qoldim vatandosh. Shundami endi bularni yig'ishtirib kelib, siz bir şey tahlil qilinki, Cungo bilan Rossiya o'rtasidagi bexatarlik kapolati masalasini nazarga iling vatandoshim, bir kun ichidagi ish. 2-ayning 27-kuni Istanbulda suhbat. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Federatsiyasi o'rtasida. 2-ayning 28-kuni Rossiyaning bexatarlik amaldori yuqori darajalik. Ikkinchi qo'l odam desangiz bo'ldi. Sergey Shoiguning Beijingga yetib kelishi. O'zaro qandaq munosabatga ega vatandosh? Men yana bir jumla qo'shib qo'yay. To'g'ri tushuning vatandoshim. 2-ayning 27-kuni Tailand hukumatining 40 nafar Uyg'urni
Xitoyga o'tkazib berganligi vaqt jihatdan bir ramkaning ichida, bir daqiqa ichida, bir soat ichida, bir zaman ichida nima sabablar bu vatandosh? Savolni boshida qo'yamiz. Ben boshda aytdim-ku. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishtirokchisi Marko Rubioning Tailanddan o'tkazib berilgan Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan bayonotini sizlarga so'zlashdan burun nima dedim? Tailand 17-40 nafar Uyg'urni o'tkazib berganligi Xitoyga bu Uyg'ur uchun bir fojia, Uyg'ur hayoti uchun bir fojia. Lekin buni sirliq tarafi zodi nima? deb savol qo'ydim. Bu yerda yana sizga savol qo'ydim, vatandosh. Bu savolga beradigan javob siz uchun mujmal, men uchun mujmal paket yo'q. Lekin siz sezgingizda mushu tartibni, mushu savolni saqlab turing vatandosh. Bilamdi ya? Qarama. Rossiya agentligiga ta'sisi bunda ko'rsatdi Sergey Shoigu. Jungo yuqori darajalik rahbarlik qotlami bilan ikki tarafning bexatarlik kapolati masalasi hamda xalqaro rayon xarakterlik masalalarni muhokama qildi. Tamam. Bu ziyorat Rossiya Federatsiyasi yuqori darajalik bexatarlik amaldori Sergey Shoiguning 3 oy ichida Jungoni ikkinchi qatim ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Sergey Shoigu aslida Rossiya Federatsiyasi Davlat Mudofaa Ministrligining ministri bo'lib ishlagan. Endilikda Rossiya bexatarlik komitetiga kotib bo'lib tayinlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Rossiya-Ukraina urush kelishimini ilgari surganda Rossiyaga yuzlandi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni zo'r darajada o'zgardi. Moskva bilan Beijingning munosabatini qayta yasab chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy maydoni siyosati zo'r darajada o'zgardi. Moskva bilan Beijingning munosabatini qayta yasab chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Oqsaroyga kirgandan keyin aytilishicha Rossiyaga foydali bo'lgan urush to'xtash kelishimini ilgari surdi. Bu jarayonda Ukraina, Kiyev doiralari va Yevropa ittifoqi bir tarafga qayrib qo'yildi. Bu siyosat Jungoga ta'sir ko'rsatdi. Endilikda kichik bir mavzu. Nixon vaqt damlarini kayniga burash. Fransiya agentliklari xabar qilib bunda ko'rsatdi. Prezident Donald Trump siyosatining burilishi. Yana bir qatimliq diplomatik tadbir deb qaraldi. Bir qism diplomatlar bu burilishni Nixon vaqt damlarining burilishi deb tasvirladi. 1972-yil shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Richard Nixon tuyuqsiz Jungoni ziyorat qilib, Jungoni umumyuzlik e'tirof qilishga yuzlandi. Sovetlar ittifoqi nima qilarini bilolmay qoldi. Prezident Nixon, Richard Nixon bu orqali diplomatik ustunlikka erishdi. O'xshash mintaqaga asoslanganda navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning tuyuqsiz yarashib kelishi Nixon vaqt damlarining burilish unumini yaratdi. Rossiya yetim o'g'loq bo'lib qolishdan saqlandi. O'xshashla Rossiya bilan Beijingning munosabati ajizlashtirildi. Intayin egri vazirlik fikrlar vatandaşı
Qayt tekrarlaytım. Vakit yer vermeydi. Geçirin. Men muşu münasebetli, muşu leksiyaki münasebetlik şundak bir abzas söz kılay. Hem bu sözümde Cungo Kompartiyası Cunan Xey qartıp sözleymen vatandaşım. Cunan Xey siz Taylandki Uygurlarını qaytırıp kelişni ayrı planga elip qaytırıp kelişni 2. ayının 27. günü uğurlaştırdınız. Nemişki 10 gün burun emas. Yani nemişki 10 gün keyin emas. Yoki nemişki 1 yıl burun emas. Ve yoki ondan keyinki bir vaqt emas. Nemişki 2. ayının 27. günü uğurlaştırdınız. 2. ayının 27. günü Türkiye'nin İstanbul şehrinde söhbet. Amerika Koşmuş Ştatları ile Rusya Federasyonu ortasında söhbet. Siz şu günge 2. ayının 27. günü uğurlaştırdınız. Cundan xey nemeden çöçüdünüz ve nemeden çöçüş yes kıldınız. Muşunda bir vakti siz Uygurlarının royga soğuk su çeşmakçı buldunuz. Uygurlarının royunu sundurmakçı buldunuz. Ben vatan içindeki Uygurlarında közü tuttum. Uygurlarının royunu sundurmakçı buldunuz. Uygurlarının iradesini acizlaştırmakçı buldunuz. Uygurlarının kat'iligini azat buluş, müstakil devletini asli keltiriş kat'iligini acizlaştırmakçı buldunuz. Neymiş ki bu vakti tallap aldınız? Cumhuriyet Xey. Bu vakti bunda tallap elişiniz yani ne mi sırlık hikmet var Cumhuriyet Xey? ...1962 yılı 5. ayının 29. günü 20. əsr İli Çöçek vakasını peyda kıldınız. Uygurlarının millet hissiyatıdan faydalanıp Uygurlarının Xitayga yaman göz qaraşlı bulavatqanlığıdan faydalanıp Uygurlarının qozg'ilish ro'yi o'ttirg'i sakrab chiqish ro'yidan foydalanib 1962 yılı 5. ayının 29. günü İli Çöçek vakasını peyda kıldınız. Maksat nemeydi Cumhuriyet Xey? Del şu günü Uygur devletinin 3. kıtım kurulan Cumhuriyet'in Dayıs Ahmetcan başçılığındaki devlet rehberlerini Rusya yoki Sovetlar İttifakı KGB'nin Lyubyanka türmesinden elip çıkıp Şarkı Şimal arkalı Xitay Kompartiyası'nı ötküzüp bergen gün idi. Bu Ahmetcan Kasimi'nin merhum Ahmetcan Kasimi'nin vafatı doğrusundaki xilmi-xil göz qaraşlarının içindeki belki kitabı yüz körgen göz qaraş. Ben bu kitap ne? Türkiye'den elip geldim. Hazır sizler görüştemeyim. Vaqt gelgende elip görüştüm. Bir qatim sözlep buldum, ben bugün sözleyeyim. Del şu günüydü. Ahmetcan Kasimi'ni KGB'nin türmesi Lyubyanka'dan elip çıkıp Xinjiang ülkesi arkalı Beijing'e çünkü Kompartiya hükümetiga tapşırıp bergen günüdür. Şu günü yani 5. ayının 29. günü Xitay bilen Rusya yoki Sovetlar İttifakı birleşip İli Çöçek vakasını peyda kıldı. Çigrani bir aydan artık vakit geçip öttü. Çöçek, Gulca, İli, vilayeti ve şimali ülkelerden tahminen 100 mindən 200 mingacha Uyghur halkı, Kazak halkı kaçıp, çarı mallarını haydap, hazırki Kazakistan Cumhuriyeti'ne ütüp gitti. Bu vaka halkarada zilzile payda kıldı. Maksat bakatlı bir. Ahmetcan Kasimi'ni Sovetlar İttifakı'nın Cumhuriyet Kompartiyası'nı ötküzüp birişi. Sezgür mesele, zil mesele, nazuk mesele. Uygurlar bundan haber tapmışsın. Şunu Uygurlarını parakende kılış.
Şuna Uygurlar yaşayatkan, belki oygunup durup yaşayatkan. İli vilayeti etrafında, ili ülkesi etrafında vaka peyda kılır. Şundan ötüp gitti. Bu kitap kolumda turup da, bugün ben şunun selektörümen, Jonan Hay, bugün halkaradaki boluvatkan vaziyetke alakadar işler otturgu çıkıvatkan da, belki siz bunu yüzünüz küzdüp duruvatkan da Jonan Hay, belki siz arkada ensiravatkan da Jonan Hay, belki siz Rusya Federasyasiga agahlandırış berivatkan vaqtınızda Jonan Hay, dal muşundaq günde 2. ayının 27. günü vatandaki Uygurlarning ro'yiga suv sepish uchun Taylandki Uygurlarni dal mushu kuni aeroplanga solib mustamlaka Uyg'uristonga elib ketdingiz Jonan Hay. Bu yerda nima sir bor Jonan Hay? Ben başta ettim sırlık zaten bir hikmet var, nime hikmet var? Başta etipti o, bu söhbetinin neticesi İstanbul'daki söhbetinin neticesi tez arada ortaya çıkıldı. Xuda bilgici Allah uğurlaştırgandı o. Belki bu işler Uygur, bütün milletin, bütün Uyguristan'ın takdiriga münasebetlik iş bulup çıkışını Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump'dan ümit qilamiz. 80 yillik tarix, diplomatiya tarixi Amerika Qo'shma Shtatlarining Çünkü Kompartiyasiga münasebetlik 80 yillik tarix varaqlanishi kerak. Varaqlandi, üstün qilib etildi deb New York Vaqt gazeti maqola yozdim men sizga. Siz deb vatandoshim. İşler başında bir cümle artık, bir cümle kem. Sizden düşünüşünüz, ilgilişiniz dairesem bir cümle artık, bir cümle kem. Başında yetip bilirim. Başka vakti biz özümüzün tasavvuru var. Küçük. Maşı paket, maddi paketler asasen tahlil kılımız vatandaşım. Xuda halisa hazırlıkça bizden tahlillerimizden hiç kandak, analizimizden hiç kandak hata çıkmadı. Amerika Qo'shma Shtatlarining mushu 30 yillik tashqi siyosati bo'libmi bugungi kuni kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning tashqi siyosati oshkorlik darajasiga yetib kelgandek mushu yerga yetib keldi vatandosh. Bugun buni qisqacha mushunchalik analiz qilamiz.